maskani, bitta ilm dargohini ochib, sizlar ustozlarga bo'lgan bu alohida davlat e'tibori. Shuning uchun ruxsatinglar bilan bugungi kundagi tadbirimizni ochib deb e'lon qilaman va hammalarga ushbu yangi dargohda ishlab ulkan zafarlar tilab qolaman. Rahmat. Mana shu bolajonlarimiz hammasi chet ellarga kirishga, oliygohlarga kirishga nasib qilsin. Men rahmat aytmoqchiman O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovga. Mana shu maskanda yaratishda o'z hissalarini qo'shgan, mehnat qilgan insonlar. Maktabimiz Olmazor tumani Chustay mahallasida joylashgan. Maktabimiz 1991-yilda qurib bitkazilgan. 1250 o'ringa mo'ljallangan. Hozirgi kunda 3,5 ming o'quvchi 8 koeffitsiyentda o'qimoqda. Aynan mana shu koeffitsiyentni oshishi natijasida prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan sharoitlar va prezidentimiz tomonidan berilgan o'sha bizga e'tibor yuzasidan 990 o'rinli qo'shimcha bino qurildi. Qo'shimcha binomiz o'sha 2025-yilda boshlab 2026-yilda boshida tugatildi. Buning uchun biz prezidentimizga juda katta rahmat aytamiz. O'qituvchilarimiz bugungi kunda juda xursand, o'quvchilarimiz xursand. Yangi binoda, yangi shijoat bilan, xudo xolasa bu ishonchlarni oqlaymiz.